Assalomu alaykum. Biz hozir Atirgul maydonidamiz. Ushbu loyihamiz 2024-yil O'zbekiston qurilish banki bilan hamkorlikda Po'latqadam MF hududida 1088 sonli konturda joylashgan. Loyihamiz Atirgul ko'chatlari ekilgan 7,5 gektar maydonga. Maydoni yassi to'rtburchak shaklida bo'lganligi sababli eniga 717 ga 545 metr, bo'yiga 305 metrga 41 metrni tashkil qiladi. Umumiy holda 7,5 gektardan oshiqroq maydonni tashkil qiladi. Hozirda ushbu maydonimizda birinchi hosil yetishib chiqish jarayonida, terib olish jarayonida. Bir hosil yetishib chiqishiga o'rtacha 100 kun vaqt ketadi. Hosil yetishtirish jarayonida sug'oriladi, mineral o'g'itlar bilan boyitiladi. Umumiy holda 32 sotikdan 17 ta dehqon xo'jaligi bo'lib berilgan maydon.